Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hozir men video tayyorlagandim. 34 tahlil qilgandim biletlarni. Video zapisimizda ovozim yosh, ya'ni mikrofonni yoqish esdan chiqdi. Shuning uchun ovozsiz bo'lib qolgan ekan. Shuning uchun boshdan yana 33 va 34 ni tahlil qilamiz. 34-savolda bitta xato qilgandim. O'sha xatoni aytib ketaman. Birinchi 33-biletni birinchi savoli. Yo'lovchilarga haydovchi transport vositasini boshqarayotganda uni chalg'itishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi ushbu holatda. Ketdik. Qaysi transport vositalariga ushbu belgining amal qilishi taalluqli emas? Ushbu belgining amal qilishi taksimetrda ishlatib turgan taksilarga nogiron taniqli belgisi o'rnatilgan nogiron boshqarayotgan avtomobillarga taqiqlanadi. Unga tegishli emas, to'g'rirog'i. Demak, F5 javob bo'ladi. Haydovchilarga qay biri yo'lovchilarni tushirish uchun to'g'ri to'xtadi. Buni tahlil qilgandik. Qaranglar, qizil avtomashina to'xtash taqiqlanadi. Ya'ni ushbu sariq uzluksiz sidirg'a chiziq to'xtash taqiqlangan yo'l belgisi bilan birga keladi va ushbu yo'l belgisida faqatgina belgilangan yo'nalishda transport vositalariga to'xtashi mumkin. Odam tushirish va olish uchun. Qolgan transport vositalariga to'xtash taqiqlanadi. Demak, qizil xato to'xtagan. Xato qizil. Mototsikl to'xtagan uzlukli sariq chiziq esa bu to'xtab turish taqiqlanish yo'l belgisi bilan birga keladi va bu belgida любой transport vositasi odam tushirishi, olishi, yuk tushirishi, olishi mumkin. Sariq ko'k avtomashina, ya'ni yuk avtomashinasi esa belgilangan to'xtash chizig'iga to'xtagan. Demak, mototsikl va ko'k avtomashina to'g'ri to'xtagan. Enli uzuq chiziq ko'rinishdagi yotuvchi chiziq nimani bildiradi? Xo'p, tezlashish yoki sekinlashish bo'lagi bilan qatnov qismi asosiy bo'lagi o'rtasidagi chegarani bildiradi. Qaysi transport vositasining haydovchisi birinchi navbatda harakatlanish huquqiga ega? Demak, o'ng qo'l qoidasi, o'ng qo'l qaysi transport vositasining o'ng qo'li bo'sh bo'lsa, o'sha birinchi harakat qiladi. Demak, mototsikl o'ng qo'l tarafida mashina yo'q, demak, u birinchi harakat qiladi. Bunday vaziyatda qizil avtomobilning haydovchisiga qo'l o'tishga ruxsat etiladimi? Yo'q, taqiqlanadi har qanday holatda ham. Siz reversiv harakatli yo'lga burilmoqchisiz. Burilishdan keyin siz qaysi tasma bo'ylab harakatlanish huquqiga egasiz? F2. Chetki o'ng tasma bo'ylab faqat reversiv svetofor yoki boshqa tasmalar bo'yicha ham harakatlanishga ruxsat etadigan tasmalar bo'yicha harakatlanish yo'nalishi belgisidan o'tgandan so'ng qayta tizilishga ruxsat etiladi. Bu savol yodlab qo'yishga tavsiya qilinadi. Qanday hollarda to'xtab turish taqiqlanadi? Qatnov qismi kesishmasining chekkasiga 30 metrdan ko'p masofa qolganda to'xtab turish mumkin. Piyodalar uning o'tish joyi oldiga 10 metrdan ko'p masofa qolganda mumkin. Piyodalar o'tish joyidan o'tgandan keyin 1 metr masofada uzoqlikda mumkin. Transport vositalarining harakaట్లాnishiga imkon qoldirmaydigan kirishga yoki chiqishga va piyodalarning harakatiga xalaqit beradigan joylarda taqiqlanadi lekin. Haydovchi avtopoyezdni tormozlashning qaysi qoidalariga rioya qilishi kerak? Tormozni tepkisini keskin kuchli bosish yo'q, mumkin emas. Har qanday holatda ham avtopoyezdga keskin tormoz berish mumkin emas. Demak, F2 oldindan tezlikni kamaytirib, ulagishni ajratmay bir tekis tormozlash. Yon kajavasi bo'lmagan mototsikldan bolalarni tashishga ruxsat etiladi. 12 yoshdan katta bolalarga ruxsat etiladi. Demak, biz 33 ni tahlil qildik va 34-biletni tahlil qilamiz. Ushbu savolda bitta xato qilganman, uni sizlarga tushuntiraman. Ushbu yotiq chiziq nimani anglatadi? Transport vositalari oqimi qo'shiladigan joylarni yo'naltiruvchi orolchani anglatadi. Hurmatli kuzatuvchilar, bittasiga e'tibor qilinglar. Agar mana ko'ribsizlar yo'l belgisini, katta uchburchak va ichida teskari tarafga yo'nalgan 3 ta uchburchak chiziqlar bor. Agar ichkaridagi 3 ta teskari tarafga ketgan uchburchak chiziqlar xuddi katta chiziqdek bir yo'nalishga, ya'ni o'ng tarafga qarab turganda edi, unda bu holat transport vositalari oqimi ajraladigan joydagi yo'naltiruvchi orolchani bildirardi. Qo'shiluvchi emas, ajraluvchini bildirardi. Ajratuvchini bildirardi. Lekin ushbu holatda qo'shiluvchi. Chorrahalarda qaysi yo'nalishlarda harakatga qilishga ruxsat etiladi? Yo'l belgilariga qaraymiz, to'g'riga va birinchi yo'nalishga o'ngga. Demak, G va Y degan javob to'g'ri bo'ladi. Qatnov qismi o'ng bo'lagi bo'ylab harakatlanishga qaysi transport vositasiga ruxsat etiladi? A yo'nalishiga faqatgina belgilangan yo'nalishdagi transport vositalariga ruxsat etiladi. Sizlarni chalg'itish uchun F2 da belgilangan yo'nalishdagi transport vositalariga va taksilarga deb qo'yibdi. Yo'q, bu javob xato. Faqat belgilangan yo'nalishdagi transport vositalariga mumkin.
Transport vositalari chorrahani quyidagi tartibda kesib o'tadilar. Hurmatli kuzatuvchilar, bizlar oldingi testlarda ham aytganmiz, tartibga solinmaydigan chorrahalarda tramvay transport vositasi birinchi harakatlanish huquqiga ega. To'g'ri, bu yerda yashil o'ng tarafi bo'sh, lekin bu tartibga solinmaydigan chorraha va tramvay transport vositasi birinchi harakatlanish huquqiga ega. Va shuning uchun tramvay va yashil birinchi harakatlanadi. Chunki yashil tramvayni yo'lini kesmagan, demak, u ham bemalol harakatlanishi mumkin. Tramvay yashil va oxirida sariq. Qaysi transport vositasining haydovchisiga belgida ko'rsatilgan tezlik bilan harakatlanishga ruxsat etiladi? Demak, 80 tezlik belgilangan. Odam ortida olgan yuk avtomashinasi faqatgina bilasizlar 60 tezlikgacha harakatlanishi mumkin. Undan oshishi mumkin emas. Demak, 60 yuk avtomashinasi emas. Faqatgina mikroavtobus harakatlanishi mumkin 80 bilan. Boshqaruvda o'rganuvchi bo'lsa, ushbu transport vositasiga qaysi tomonga harakatlanishga ruxsat beriladi. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu belgiga e'tibor qilasizlar. Bu belgi aholi punktini bildiradi. Bu yerda mashinani o'rgatishga va haydashni o'rgatishga va o'rganishga taqiqlanadi. Demak, boshqada o'rganuvchi bo'lsa, to'g'riga harakatlanish mumkin emas. Qolgan o'ngga, chapga qayrab olishi mumkin. Chorrahani kesib o'tishda tramvay yo'li bo'ylab harakatlanishga ruxsat etiladimi desa, F4 degan javob bo'ladi. Bu savolning javobini yodlab qolishingizni tavsiya qilaman. Yuk avtomobillari magistralda chetki chap qatorida harakatlanishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi har qanday holatda. Probkani hosil qilishi mumkin. Qattiq charchoq boshlanishining asosiy tashqi alomatlari qanday? Qo'l sanchib og'riydi, ko'z sanchib og'riydi, yuz terisi oqaradi, uyqu bosadi. Tashilayotgan yuk davlat yo'l harakat xavfsizligi xizmatining ruxsatsiz transport vositasi o'lchamlarining orqa nuqtasidan eng katta miqdorda qanday chiqib turishi mumkin desa, 2 metr bo'ladi. Boya bu savolda men xato qilganman. 1 metr deb javob berganman. E'tiboringlar uchun rahmat. Kuzatishda davom etinglar. Xayr-sog' bo'linglar. Kamchiliklar uchun uzr.